Ha, ona shamollab qoldi. Kasallik paytida emizishni davom ettirish mumkinmi? Emizishni nafaqat mumkin, balki ko'pchilik hollarda bu juda zarur. Nega? Chunki ona suti orqali bolaga antitanalar otadi. Ular sutda mavjud va ona virus yoki infeksiya bilan to'qnash kelganida uning antitanalari darhol moslashadi va organizm kurasha boshlaydi. Shu tariqa ayni paytda bolaga hozir zarur bo'lgan himoya uzatiladi. Har qanday holatda, agar siz kasal bo'lib qolsangiz, mutaxassis yoki shifokor bilan maslahatlashing. Ko'p so'raladigan savol, qusish yoki diareya bo'lsa, emizish mumkinmi? Ko'pchilik hollarda bu xavfsiz. Ichak infeksiyalari ona suti orqali o'tmaydi, lekin har holda shifokor bilan maslahatlashing. Ko'p so'raladigan savollardan yana biri rentgen va fluorografiya haqida. Ular xavfsiz va sut tarkibi o'zgarmaydi. Tish davolash mumkinmi yoki yo'q, ayniqsa olib tashlash haqidachi. Tishlarni davolash 100% mumkin. Anestetiklar. Agar siz emizikli ona ekanligingizni aytsangiz, stomatolog sizga mos anestezik tanlab bera oladi. Lekin tishni olib tashlash alohida e'tibor talab qiladi. Nega? Chunki anesteziklarni albatta moslab berishadi, lekin agar yallig'lanishga qarshi dori-darmonlar kerak bo'lsa, ularni ham emizikli onalar uchun mosini tanlash yoki vaqtincha emizishni to'xtatishni tavsiya qilish kerak bo'ladi. Foydali maslahat, Elaktachi degan sayt bor. U yerda dori vositalarining emizish bilan mosligini tekshirishingiz mumkin. U yerda 3 ta bosqich bor va siz buni o'zingiz ham tushunib olishingiz mumkin. Lekin har qanday holatda ham shifokorga murojaat qiling. Ba'zi kasalliklar bor, ular bilan aniq emizish mumkin emas. Bular OIV, faol sil va sepsis.